Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Usta akalarimiz, shogirdlarimiz, do'stlarimiz uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotni tushuntirib ketaman. Ko'pchilik esda qolmaydi. Masalan, meni ham o'zimni esimda qolmaydi. Sizlarga yaxshi ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Cobalt, Gentra yoki boshqa mashinalar uchun tunnel datchik. Cobalt uchun stikerlarni to'g'ri ko'rsatib qo'yilgan. Bu Cobaltniki ekan hozir. Mana, aniq qilib ko'rsatilgan. Hozir endi men sizlarga stikerni ko'rsatib beraman. Любой tunnel datchikda. Masalan, men hozir bunaqasini qo'yib beryapman. Ulanishlari juda ham oson, faqat ana o'qisa bo'ldi. Gabaritni, mana gabarit kulchatildi stikerda. Oq mana stikerda birinchisi ulanadigan simimiz. Mana ko'ryapsizlar bo'ladi. Birinchisi прямой minus через замок. Ko'p ближнийga ulanadi. Mana bu ikkita yashil sim gabaritga ulanadi. Gabarit simiga mana bu generator simini ikkalasini qizil, ikkalasini bitta qilib berib yuborsanglar ham bo'ladi. Mana прямой minus ikkalasini bitta qilib berib yuborsanglar через zamokka yaxshi ishlaydi. Xullas, ikkita yashil simimiz. Bu tarafdan bu yoqdan tushuntiraman, orqa tarafdan ulab ketaverasizlar. Xullas, ulanishi bizga kerak bo'ladigan sim bitta mana bu qizil bilan qoraning o'rtasidagi yashil sim. Ближний simi bo'ladi bu. Ko'k simni ближнийga ulaymiz. Pastida oq sim bor. Oq sim bu gabarit simi. Gabaritni mana bu oq sim gabarit simi bo'ladi. Mana stikerni ko'rsatib qo'yay. Pastda bo'ladi. Sariq oldida. O'shani orqa tarafdan ulaganman. O'rtasidan kesasizlar-da, yashilni bittasini unga, bittasini orqa tarafiga berib qo'yasiz. O'sha uzgan simlarni. Перемычка sifatida bo'ladi. Keyin datchikda zamo'ni ochgandan keyin qorong'uroq joyga tiqib ko'rsanglar, agar ishlamasa, zamo'ni o'chirib, yana bir marta qaytadan yoqib ishlatsanglar, ishlaydi, xudo xolasa. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, hammalarga rahmat.